Даже улыбаты бар деген сол бир орунда болот. Улыбатын мен азыр тексерип көрөйүн. Улыбаты кандай экенин көрөйүн да. Эгерде мисалы бирөөлөрдө лимитин карап чыгат да. Улыбаты бирөөлөргө улыбат берет да, бирөөлөргө улыбаты азырда келмейди. Сону боюнча тексерип берем да сизге. Сону көргөнүн. 612 карар боюнча сиз алган экенсиз. Ушуларбы? Азыр улыбаты менен тексерип берем да. Андан кийин биздерде жана бир кредитлерибиз бар да. Har bir oila tadbirkor dasturi asosida ular mahalladan beriladi 17,5%dan asoslanib bo'ladi. Yana misol chorvachilik yo pishiriq bo'yicha yo to'rt xonadonlar islayman, savdomni boshlayman deb buyruqlar asoslanib bo'ladi. Undan keyin misol siz mahalladan kredit olib olsangiz, u o'zimni davomlayman desangiz, bizda inklyuziv banking kreditimiz bor-da, moliyaviy ammo bizni davomlash. Bu naqdlay beriladi. 20 million shekil kepillik bilan. Basında kepillik bilan beriladi. Naqdlay olsangiz bo'ladi. Oldin mahalladan kredit olib olsangiz kerak. Ayollar uchun 24% beriladi, er odamlar uchun 25% beriladi bu kreditimiz. Keyin misol savdoмен aylanish yurgan fuqarolar bo'lsa, misol so'larga savdo sotiqlarga bir aylanma mablag' ретінде kerak bo'ladigan bo'lsa, 2 yil muddatga bor 21%dan 21%dan 2 yil muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan beriladi. Misol o'g'an aylanma bo'lib bo'lsa, persistentni bo'ladi. Misol magazin birini ochib bo'lsangiz, shu ishni kerak produktlar bo'ladi, sol aylanma mablag' bo'ladi, hisoblanadi. Shu bo'yicha shartnoma kelsa, shu yoqqa o'tkazib beramiz. Undan keyin misol shu yerda bir magazin achaman deb yig'ilgan bo'lsa, magazin achaman deb endi boshqa bo'lsa, misol ayol qizlar uchun ular kreditimiz 7 yil muddatga beriladi, 2 yil imtiyozli davr bilan 20%dan bir asosiy vosita sotib olaman desa bo'ladi. Misol shu magazin ishida bunday kerakli stol kerak bo'ladi, shunday zotlarga qo'yadigan nima deydi, shunday kerak bo'ladi, misol so'lada deb asal bo'ladi. Eğer kreditler boyunca bir sorular olsa, bersangiz bo'ladi.